Qilma g'iybatimni. Oyoqqa turishimga imkon beringlar deyapti. Onamga aytmay, men o'zim borib aytaman dedi. Yoshlarda ko'p noto'g'ri yo'lda. Lekin biz imkon bermayapmiz ularga. Kim bilandir sevishasan, tashab ketadi, kimdir haqorat qilib ketadi, kimdir orqangdan bir olam gap gapiradi. Bunaqani og'ir eshitish, bunaqani hazm qilish oson emas. Sen lekin onaga borib aytalasan bunaqa gap. Aytolmaysan. Bo'lishib, kecha maqtab keluvding, bugun bunaqa deyapsan. Endi unaqa yuk bilan yashagan odam deb baxtiyor bo'lib yashaydi-ku, hammaga men yashadim, bu ham yashasin-da deydi. Bir-birimizga og'ir qilaversak, mana shu ahvol bo'laveramiz. Bir-birimiz yukimizni yengillatmagungacha mana shunaqa bo'laveradi. Voy ko'rdingizmi qizingizni, voy balonchi bilan ko'rdim, falon yerda bilasizmi, yo'q, men aytmayman, xo'p, deb ko'shading. O'g'lingiz falon daqiqa emishadi. Nima qilasan yarasiga tushsa? Oqmagan suvni balig'i sassiq bo'ladi. Yuribman-da. Oqmagan suvda baliqdek suzib, sas bir joyda. Qilma g'iybatimni. Oyoqqa turishimga imkon beringlar deyapti. Onamga aytmay